Xo'p, fayllarimiz tayyor. Endi Xcode proyekt yaratib, bu fayllarni uni ichiga kerakli joylariga joylashtirishimiz kerak. Tak, bizda brauzer bor, folder bor, bu Figma bor, plus qilamizda Xcode ochamiz. Tak, Xcode bu ekranga o'tkazamiz. Create new project. macOS uchunmi, iOS uchunmi, multiplatform deyapti. Biz hozircha iOS tanlaymiz. Macda ham ishlatsa bo'ladi. Apple Silicon chiplariga moslashgan varianti. iPad dizayn etib chiqadi, zato bir xil ishlaydi, birga bir. Aynan macOS programma yaratish shart emas. Shuning uchun iOS platformasi uchun telefondan foydalanganimiz uchun next. Project name, company bo'lsa company, account bo'lsa account tanlanadi. Telefonda run qilish oson bo'lishi uchun. Organization identifier degan narsa bu proyektni unique identifier bo'lishi kerak. Qatga saqlanib qilish so'rayapti. Hozircha biz mayli qolaversin shu joyida. Bizda mana proyektimiz tayyor. Xcode projekt preview hamma narsasi chotki bo'lgancha ozgina poylaymiz. Bizda preview bor. Preview kerak emas, hozircha biz yopamiz. Folder ma'lumotlarimiz turibdi. Assets ga kiramiz. Assets ga app icon degan joyga appearance'larni tanlab tashlamaymiz. Bizga single bo'ladi, single none bo'ladi mana. Single size bittali bo'ladi. Agar misol uchun men buni all sizes bersam, men buncha narsani yuklashim kerak. Buni ham yo'li bor. Erinchoq odam o'zi har doim yo'lini topadi deydi. Mana ham sayt bor mana. Shu yerga iconni tashlab turib, kerakli mana misol uchun iPhone ga qotgan bo'lsak, iPad ga qotgan bo'lsak, mana bu iconni tashlaydigan bo'lsak, generate tugmasini bossanglar, shu nechta mana bitta size chiqyapti mana shuncha size ga kesib convert qilib o'zi cho'tka qilib beradi. Biza hozir all size emas, single size qilganimiz sababi 1024 ga 1024 qildik. Mana 1024 size universal bersang, o'zim qolaman qolganini. O'shaning uchun shunaqa qildik. Drag drop qilsa ham bo'ladi yoki mana bitta yozib turib, to есть 2 marta esa open chiqadi, sources. O'sha yerdan tanlasak ham bo'ladi mana. App iconimiz joylashdi. Endi accent color'ni hozir biza mana bu color'ni berib ko'ramiz. Accent color uchun show hex color beramiz. Mana ayyo bu yemadi. Buchi sal yedi. Sal main color bo'lgan hisobga buchi. Ya, dahshat. Yemadi. Bunisi bu ham yemadi. Bunisi yedi. Mana qolsin. Main bu mana qoladi. Bizda boya color extension Swift file qilib yaratib beruvdi. Biz mana bu fayl name'ini copy qilamizda. Shu yerga tak template orqali yaratsak ham bo'ladi. Swift file. Keyin brauzerga o'tib shunday copy qilib paste qilsak, bizda hammasi ishlaydi. Menuni ham yopib qo'yamiz, kerak emas, kattaroq ko'rinadi. Qayta bitta build qilamiz. Build qilish ham mana bunga olib borsak ham bo'ladi. Tak, produktga borib turib build qilsak ham bo'ladi mana bu yerdan yoki shunchaki command burn degan bo'lsak, build qilib beradi bizga. Sababi mana o'zgarish, mana assets hammasi o'ziga kelib olishi uchun. Tak, bular bo'ldi, extension tushdi, build bo'ldi, chutki hammasi ishladi. Endi yana brauzerga qaytamizda, strukturamiz bo'yicha hamma ma'lumotlarimiz bor edi. Biz ana o'sha yerdagi ma'lumotlarimizni proyektimizni folderiga tashlab olamiz. Ya'ni bu proyekt folderi o'zi ichida yo'q hali, shunchaki blank project. Endi bu proyektimiz ichiga download faylimiz ichida proyektimiz plani bor. O'shani copy qilamizda, bu proyektimiz folderini ichiga olib kelib tashlaymiz. Endi shu proyekt folderini terminalda shu warp degan terminalimiz bor, o'shanda ochamiz. Menda warp qayerda mana? Warp degan terminalim bor, o'shanda ochamiz mana. Setting qilib o'sha yerga kirib olamiz. Qiladigan bo'lsak, endi bizga Xcode da hozircha kerak emas, close qilib tursak ham bo'ladi.
Chunki kerakli fayllarni ishlab oldik. Bu fayl folderimiz ham kerak emas, yopib tashlasak bo'ladi. Endi biza cloud degan sun'iy intellekt ishlaymiz. C L A U D E. Tak, yana bitta terminal ochamiz-da, bunga terminal deb yozib olamiz. E'lon qiladigan bo'lsak, proyekt folderlarimiz, PVD, qayerda joylashganligimiz, hammasi terminalimiz ishlaydi. Bu o'zi oddiy terminal, prosta sun'iy intellekti bor terminal. Bizda cloud ochganimizdan keyin, terminal ochganimizdan keyin cloud so'zini yozib olamiz. Shu folderga initialize qilishni xohlaysanmi? Yes. Cloud ochildi. Cloud modeli Haiku-mi? Arzonroq model. Buni bilish uchun mana bu yerda terminalda mana bu yerga borsa, mana butun jahonni sun'iy intellektlarida yig'ilgan anaqasi, mana bu yerda model spaces degan joyi bor. O'sha yerda narxlari bilan aql darajasini ko'rsatgan. Gemini'niki, uniki, buniki. Cloud Opus degan modeli qimmat juda, tezligi ham o'rtacha, intelligence ham bo'ladi yaxshi, lekin qimmat. Tokenni ko'p yeb qo'yadi. Keyin Cloud Haki bu eng arzon model, men ishlatayotgan, tezligi yuqori, intelligence pashti boygilar bilan bir xil. Narxi juda arzon. Endi bu yog'i ChatGPT bu men ishlatayotgan Cloud Haki bilan intelligence bo'yicha raqobatlashishi sahal mumkin emasmi ko'ramiz hozir. Meniki men bu ishlatayotganim pashti bir 70% deylik. ChatGPT Haya ancha yuqori ekan uni. Haya sal kichikroqlari men bu pashti pastroq yoki bir xil atrofida bo'lishi mumkin. Baribir u ChatGPT ko'proq marketing, nima modullar, produktivini oshirish uchun. Cloud prямо kod yozish uchun cloud ko'tamiz. Cloud deb yozib oldik. Bu joydan init tanlaymiz. Hozir bizning kodimizni, ya'ni folderni ko'rib, nima kodlar borligini aniqlab, fayllarni ochib chiqib, qanaqa kodlar borligini ko'rib, boyagi dokument faylimizni ham o'qib chiqib, proyektning strukturasini aniq bilib oladi o'sha. Keyin cloud md degan fayl bor, markdown fayl bor. O'sha faylga informationni future cloudda yozib qo'yadi. Keyin bu kelajakda yana qaytib bu folder ichiga cloud deb yozadigan bo'lsa, terminaldan kirib, ya'ni cloud kod bu terminaldan kirib ichiga kirsa, qaytadan kodni analiz qilmaydi, shu strukturani aniq bilib oladi. Mana shu cloud fayl orqali. Hozir analiz qilyapti, Xcode proyektini ko'ryapti, o'zini fayllarini ko'ryapti, Xcode'ni build qilib, headlarini tekshirib ko'ryapti, muammoli yo'qmi, qayerda nima borligini hammasini tekshirib chiqyapti. Hammasini bo'lgandan keyin o'zi menga aytadi, "Shto bo'ldim, men ishga tayyorman" deydi. Men shu cloud bo'yicha hamma ma'lumotlarni yig'dim. Shu sessionga ruxsat bersang deydi, men shu papkani ichida ishlayman, MD fayl yarataman deyapti. Men qaytib so'raman, shu session bo'yicha deb aytdi. Fayl yaratib oldi, hammasi chotki. Xo'p. Done, created the composer guide. Chotki hamma MVM bo'yicha tushundim, hamma narsasini endi ishni boshlashga tayyorman. Endi bu joyda men aytaman, maqsadni yana yangilab olgin deymanda, bunga plan qilish uchun sharoit yaratib beraman. Buning uchun Shift Tab bezadigan bo'lsam, plan modga bu sun'iy intellekt o'zgaradi. Shu joyda endi kerakli promptlarni yozaman.